Xayolimizdagi maqsadlar 99% amalga oshmaydi. Chunki u bizning xayolimizda. Agar uni yozsak, teskarisi 99% amalga oshadi. Yozsak bo'ldi. Bu narsani Saidmulla Davlat ustozimiz aytgan, tushuntirgan. Nima desak ham, даже 10 minut gaplashib o'tirsak ham yoz deydi. Yozmasang bor ket deydi. Hamisha yozdiradi. O'shaning uchun maqsadlarimizni yozishni tavsiya qilaman men hammaga. Yozilgan maqsadlar amalga oshadi. Birinchi, katta maqsadni yozib olamiz va uni bo'lib tashlaymiz. Maqsadimiz, misol, kimdir maqsadi, kelib bittasiga olib qaraymiz. Maqsadingiz nima jon akam? Siz assalomu alaykum. Maqsad Rahmatullah. Rahmatullah aka, assalomu alaykum. Maqsadim $1 million ga ega bo'lish. Zo'r. Demak, $1 million ga ega bo'lish. Maqsad $1 million ga ega bo'lish. Qachon va qaysi yo'l bilan? Sirazi, ya'ni men $1 million ga ega bo'laman, palon payti, palon narsa orqali, balkim ishlab chiqarish, balkim usluga, balkim kimdandir olib qo'ymoqchidir, bilmayman. Mana qanaqadir maqsad bo'lishi kerak, yo'li. Va yozamiz 5 yilmi, 3 yilmi, 1 yilmi? Konkretni vaqtini yozamiz. Va unga qarab keyin bo'lib plan qilamiz. Buni yana bo'lib podrobni tushuntiramiz. Kelishdiga hozir iloji boricha maqsad yozinglar, xato bo'lsa ham yozinglar, hech narsa qilmaydi. Keyin korrektirovka qilib olamiz. Iloji bo'lsa 90% maqsadimiz pulga bog'liq bo'lsin. Oziyman, semiraman degan maqsadlar yozmaymiz.